Botir Qodir bir dona onasi bor edi. Dadasi haqoratlab so'kkanda ham tanimasdan, juda xunuk gaplar bilan so'kkan. Indamay bosh ko'tarib xizmatini qilib yurdi bechora bola. Bir narsa dedimi? Onasini teguvdi dedi, to'g'ri qildi. Yigitchilikda bo'ladi. O'ylabroq gapirish kerak. Vallomatli bolasi bo'lsang ham gapingga javob ber degan narsa bor. Yaqin ekansiz, sizni ona derkan o'shib qo'ymadingizmi Botir Qodir? Nima deb? Onasini haqorat qilganda yongani uchunmi? Erkak kishi-ku. Dayusmas-u. Onasini haqorat qilsa, seni onangni hozir so'ksa, qizim sen nima deb muomala qilasan? Aytchi. Qo'ymayman. Nega? Nimaga buni men so'kishim kerak? Uni onasidir. Mayli-da, siz ham onangiz pirashka sotganmi yo siz ham onangiz mont sotganmi? Qayerdan bilasiz? Kim bo'lasiz siz? Onangiz biladi, xolos Xudo biladi. Nima endi hamma onalarda oyoq osti qilishga kimga nima haqqi bor? Mach это святой, hech kim tegishga haqqi yo'q. Tushuntira oldimmi? Uni erkak kishiman, uni qo'llab-quvvatlaganim, onasini tegishga hech kim haqqi yo'q. Dadangni qo'shig'imi o'tirib, pasha urib o'tirur.